Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Birlamchi kreditga 12,5% arzon kredit so'raganlar uchun xonadonlarimiz sotuvga chiqdi. Juda ko'p uylarimiz bor sotuvda. Hozir bittasini ko'rsatib o'tib ketaman. Yevro remont atachan taqilgan, juda chiroyli remontdan chiqqan skvozniy uyimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turibsizlar, 16 qavatli binoyimiz. Manzil tashlab o'tib ketaman. Mana bu sergili betonka. Bu tarafda 5-metro bekatiga 3,5 kilometrga chiqadi. Primerni yaxshi joyda joylashgan. Pastda restoran, korzinkalar ham joylashgan, parkovkaga ham mashina qo'yishga ham joylar bor. Land House kompaniyasi tomonidan qurilgan жилой kompleksimiz, sokin makon degan, ko'pchilik bilishadi buni. 12,5% dan uylarimiz chiqdi. Hozir ko'rsatadigan uyim 8-etajda joylashgan. Juda yaxshi xonadonimiz. Ichkarisida parkovkalar bor. Bolalar o'yingohlari, zelyoniy zonalar ham mavjud. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana boshqa uylarimizni ham aytib o'tib ketganman. Xonadonimizga kirib oldik. Shunaqa katta uzun koridori bor. Bu uyimizning zo'r tarafi ham remontlik, ham skvoznak joylashgan. 2 xonali planirovkani skvoznak topish juda ham qiyin. O'zi sotuvda bu yoqda bitta mana shu xonadonimiz qoldi. Etaj ham shikolat etajda. Ko'rib turibsizlar, klassik remont qilib atachantalar qo'yilgan. Endi srochni sotilyapti. Egalariga pul zarurroq ekan. Bu yoq tarafimiz spalniy. Spalniyni ko'rib turibsizlar, hamma joyi atachanta, lyustralar ham ilinadi. Mana bu yerda ko'rasizlar, pojarlar anaqalari ham bor, avariyniy pojarlar ham bor. Mana bu vannalari ham uстановка qilinadi bu yoqqa. Bu yoq zal. Bu yoqda sanuzilni mana bu olib tashlab, boyagi vanna qo'yiladi. Bu yoq hojatxonasi. Hojatxonasi ham hammasi kafel qilingan, juda katta, keng kvadratli xonadonimiz. Bu oshxona, oshxonaga bemalol mana bu yerga uzun oshxona anaqalaringizni qo'yib, mebel qo'yib, mana bu yerga o'tiradigan stol-stullar qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikki tarafga qaragan skvoznak variant, bunaqa ham ko'p sotuvga chiqavermaydi. Shundan sergili betonka yo'lini oldida uyimiz ham zo'r tarafga qaragan, bitta tarafi ichkariga, bitta tarafi shuni ko'chaga qarab turibdi. Yaxshi uyimizda sotuvga chiqib, shoshilib qolinglar. Remontiga ham ozgina pul kirib ketmagan. Bitta mebellaringizni olib kelasizlar. Mebellaringizni, texnikalaringizni olib kelib bemalol yasasanglar bo'ladi. Tayyor ustida ishlataman, unaqa qilaman demasanglar ham bo'laveradi. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxini 33.500 AQSh dollari boshlang'ich to'lovni berdik. Birlamchi kreditga chiqadi 17,5% dan. Naqd olaman deganlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan batafsil tushuntirib o'tib ketaman. 33.500 dollar 500 berasizlar boshidan. 330 million kredit bo'ladi. Bank bilan chiqarib beramiz, nomlaringizga o'tadi. Kadastr hujjatlari tayyor uyimizda. 3 kun, 4 kun ichida uyga kirib kelaverasizlar. Nomlaringga o'tadi, o'zliginglar nomlaringga. Bunaqa variant juda kamdan kam chiqadi, hurmatli obunachilar. Zo'r variant, kvadrati ham 63 kvadrat metr bo'ladi kadastrlaringga yoki undan ham ziyodroq. Primerni mana shunaqa kvadratda bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bog'laninglar. Agar arzonroq uy qidirayotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimga qo'yib boraman hozir. Gos remontda ham uylarimiz bor. Bemalol ko'rishinglar mumkin Telegramdan. Telegram kanal shuni YouTube kanalim shapkasida turibdi. Nomerlarga bog'laninglar, so'rash sotiladigan variantlar bor bizda.